Koreyadan Yaponiyaga 5 kun, 4 ta shahar va qanchaga tushdi? Hozir ko'rib chiqamiz. Biletlarni o'zimiz sotib oldik. Incheondan Tokioga, Tokiodan Osakaga va oxirgi bo'lib Osakadan Incheonga 3 ta reys jami $290 tushdi. 5 kun ichida 4 ta shahar, ya'ni Tokio, Fuji, Osaka va Kyotoni ko'rdik. Eng qizig'i, butun sayohat planini o'zimiz tuzdik. Hech qanday tur firmasiz. Faqatgina Yaponiya vizasi tur firma orqali olindi. $35 ga va bir haftada tayyor bo'ldi. 5 kun ichida 3 ta otelda qoldik. Tokioda 3 kun, Fujida 1 kun va Osakada yana 1 kun. Barchasi jami $132 ga tushdi. Aeroportdan otellargacha va shahar ichida metro va taksi qanday qilib yurganimiz marshutlari va narxlari YouTube'dagi 5 kunlik har kungi vlogimizda bor. Agar sen ham Yaponiyaga o'zing reja qilib arzon va to'g'ri sayohat qilmoqchi bo'lsang, YouTube'dagi to'liq videoni ko'r. Tur firmani esa kommentga tur firma deb yozing va direktingizga tashlab beramiz.